O'zingizda qatnaysizda ham eslaysizmi? Eslayman, ha. Alisher aka qanaqa 4 yosh, bo'lgan? 3 yosh, 4 yosh bo'lgan o'shanda. Qanab ketardi o'sha paytlarda, o'shani qora kuya bo'lardi, katta bo'lib, bir oylab turardi o'shanda. Assalomu alaykum. Mana biz ko'chada, Toshkentda, Chorsu atrofida, eski shahar atrofida odamlardan so'rayapmiz, qanaqa xatnalar o'tgan. Bolalarniki, o'zlariniki, nabiralarniki xatna usuli qanaqa o'zgaryapti yildan yilga. Farzandlaringiz necha yoshda xatna bo'lgan? 4 yoshda, 6 yoshda bo'lgan. Bir vaqtda o'tgan, ha? Bir vaqtda Uyda qildirishganmi? uyda qildirishgan. Ustaga deyishardi uni. Ha. Doktorlarni o'sha. Qamishga o'xshagan qo'yib. Qamishda o'sha kestirishardi. Namatni bostirib qora kuya qilib O'zingizda qatnaysizda ham eslaysizmi? eslayman. Alisher aka qanaqa 4 bo'lgan? yosh, 3 yosh, 4 yosh bo'lgan o'shanda. Qarang, sizlarda qanaqa bo'lgan bo'lsa, bolalarniki ham shu yoshlarda qilishga harakat bo'ladi. O'zingizda qatnaysizda unda ham usta kelib qilgan bir qo'rqinchli holat bo'lmaganmi? Bo'lgan endi qonab ketardi o'sha paytlarda, o'shani qora kuya bo'lardi, katta bo'lib, bir oylab turardi o'shanda. Hozirda chaqaloqlarni, chillalik chaqaloqlarni ham 1-2 daqiqada zamonaviy usulda xatna qilish haqida eshitganmisiz? Eshitganman. Nima fikr bildirasiz bu orada? Zo'r, fikrim zo'r, yaxshi. O'sha bilmaydigan davrda Bu yoqdan kesishyapti, u yoqdan yurib ketishyapti Ha. bolalar hozir to'polonib yurishdi. Hozirda ham viloyatlarda ko'p joyda eski usulda qilayotganlar bor. O'sha qora kuya qo'yib. Hozir siz tug'ilayotgan nabiralaringizni shunaqa eski usulda qildirgan bo'larmidingiz? Hozirgi zamonaviy usulda qildirgan bo'larmidingiz? Zamonaviy usulda. Zamonaviy usulda. Ko'rdingiz, hozir bildingiz, ha? 7 kundan o'sha 7 yoshgacha, xudo xolasa. Agar siz ham eng zamonaviy, qonsiz, choksiz, bog'lovsiz, og'riqsiz, yengil xatna haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.